بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Abu Davud rahimahullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti. Bugun 15 fevral 2025 yil. O'tgan darsda namoz kitobidan 122-bobga to'xtagan ekanmiz. Babu saktati indal iftitah. Iftitoh paytidagi sakta haqida. Ya'ni namoz boshlash iftitoh degani Allohu akbar deb quloq qoqqandan keyin ana shu paytda bir muddat sakta qilinadi. Sakta degani sukut, ya'ni Fotihani o'qishdan oldin. O'shanda nima deyiladi? Shu haqida. 772-hadis. Hasan Basri aytadilar, Samura aytdi: "Men namozda ikkita saktani yodlaganman" dedi. Bir sakta imom takbir aytganda to qiroat qilguniga qadar bo'lgan sakta va bir sakta Fotihatul kitobni o'qilgandan keyin, forig' bo'lgandan keyin qiladigan sakta. Va suratin inda ruku. Va bir surani o'qib bo'lgandan keyin ruku paytida qiladigan sakta dedilar. Keyin mana shuni u kishiga Imron ibn Husayn inkor qildi. Keyin ular mana shu haqida Madinaga Ubay ibn Ka'bga maktub yozdilar. U kishi Samurani tasdiqladi. Abu Davud aytadilar, Humayd mana shu hadisda aytgan: "Va sakta idza faragha min al-qiro'a." Qiroatdan forig' bo'lganda ham bitta sakta bor edi deb aytgan deydi. Ya'ni Hasan Basri aytibdilarki, sahobiy Samurat ibn Jundub radhiyallohu anhu aytibdilar, namozda ikkita saktani yodlaganman men. Ya'ni Rasulullohdan eshitganman. Namozda ikkita joyda sakta bor. Sakta nima dedik? Sukut qilish. Birinchi sakta imom Allohu akbar takbir aytgandan keyin qiroat qilganiga qadar bo'lgan sakta. Mana shu hozirgi mavzuyimiz bizda iftitoh paytidagi sakta deyiladi shu. Namozni boshlash paytidagi. Bu o'sha subhanakallohumma yoki boshqa duolar kelgan-ku, o'tdik. O'shalarni o'qish uchun qilinadigan sakta, indamay turiladigan sakta emas. Namozda indamay turiladigan narsani o'zi yo'q. Albatta nimadir o'qiladi, ya'ni. Xo'p, ikkinchi sakta qaysi? Fotihani va bitta surani o'qigandan keyin rukuga ketish paytida qiladigan sakta deyapti. Endi mana shu narsani bu Samurat ibn Jundubga Imron ibn Husayn degan boshqa sahobiy inkor qildi. Bo'lmagan gap bu dedi, ya'ni. Qaydan olasiz buni deganda, yo'q unaqangi saktalar degan. Ammo endi bir kishi bir narsani bilmasa, u yo'q degani emas ekan. Mana shuni doim takrorlaymiz. Biz hatto sahobalarda ham mana qarang, eng muhim amallardan biri bo'lgan namoz masalan, o'shanda ba'zi narsalarni bilmay qolishligi uchratilgan ekan. Mana shundan o'zi mazhablarda ham ixtiloflar chiqqanda, bir mazhabda bir sunnatni oladi, boshqa mazhabda o'sha sunnatni olmaydi. Chunki har xil sahobalardan har xil rivoyatlar kelgan bo'ladi. Jumladan mana Imron Husayn inkor qilyapti, bilmagan ekan. Ammo bir kishi bilmagan narsa yo'q degani emas. Shuning uchun keyin bular mana Allohning buyrug'iga binoan bir narsada tortsanglar Alloh rasuliga qaytaringlar degan-ku. Mana shu Alloh rasulining so'zini biladigan Ubay ibn Ka'bga Madinaga mana shu narsada murojaat qildilar. U kishi Samurani tasdiqladi. To'g'ri aytgan ekan Samura. Uni inkor qilgan Imron Husayn bilmagan ekanlar. Ana sahobalar ham bilmasligi mumkin. Endi Abu Davud aytadilar, Humayd mana shu hadisda aytgan ekan, va sakta idza faragha min al-qiro'a. Qiroatdan bo'shaganda bitta sakta qiladi deb aytgan ekan. Ya'ni yuqorida Fotihatul kitob va bir surani tugatgandan keyin rukuga ketish paytida sakta dedi-ku. Humaydning rivoyatida bo'lsa, faqat o'sha qiroatdan bo'shagandan keyingi sakta degan ekan. O'sha gap bitta gapga borib taqaladi ikkisi ham. 773-hadis. Endi yana bir narsaga ta'min beraylik. Yuqorida qiroat tugatgandan keyin sakta dedik-ku. Bu shunchaki rukuga ketishdan oldin bir nafas olib olish uchun-da, keyin Allohu akbar deb rukuga ketiladi. 773-hadis yana Hasan, u kishi Samurat ibn Jundubdan, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan deb aytganlar. U kishi ikkita sajda qilardilar. Istiftoh paytida sajda qilardilar. Va idza faragha min al-qira'ati kulliha, va qiroatning hammasidan bo'shaganlaridan keyin sakta qilardilar. Ikkita sakta, ya'ni sajda emas, ikkita sakta. Fazakara ma'na hadisi Yunus. Keyin yana o'sha yuqoridagi Yunusning rivoyatini, hadisining ma'nosini zikr qilgan. Ya'ni yuqoridagi qissani demoqchi. Ubay ibn Ka'bga maktub yozganligini. 774-hadis. Yana Hasan aytadilar, Samurat ibn Jundub va Imron ibn Husayn radhiyallohu anhumlar o'zaro zikr qilishdi.
Samura ibn Jundub shunda hadis aytdi, u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ikkita sakta yodlaganligini. Sakta biri takbir aytganda va bir sakta qiroatdan forig' bo'lib, g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin degach. Mana shu narsani Samura yodlagan ekan. Ammo Imron ibn Husayn esa u kishiga buni inkor qildi. Keyin shu haqida ikkalalari Ubay ibn Ka'bga maktub yozishdi. U kishini, ya'ni Ubayni u ikkalalariga yozgan maktubida yoki qaytargan javobida Samura yodlagan ekan deb aytdilar. Ya'ni Samurani tasdiqladi yuqorida aytganimizdek. Endi faqat bu yerda bir boshqacha rivoyat keldi, qarang. Qiroatdan forig' bo'lganda deganda g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin deb bo'lgach deb aytayapti. Ya'ni Fotihani tugatgandan keyin deb aytayapti-da. Yuqoridagi rivoyat bo'yicha esa Fotiha va Zam surani ham tugatgandan keyin degandi. Shuning uchun ba'zi ulamor aytganki, o'zi 3 ta sakta bor degan. Birinchisi shu Fotihani boshlashdan avval, ikkinchisi Fotihani tugatib valaddallin amin degandan keyin, uchinchisi surani tugatib ruku ketishdan oldin. 3 ta sakta bor ya'ni. 775-hadis Qotada Hasandan, ya'ni shu Samuradan rivoyat qiladilar. U kishi aytdilarki, ikkita saktani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yodladim men deb yana shunda aytganlar. Shunda roviy Said aytdiki, biz roviy Qotadaga aytdik. Bu nima u ikkita sakta? U kishi aytdilarki, namozga kirganda va qiroatdan forig' bo'lganda. So'ngra aytdiki, keyinchalik g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin deganda dedi. Mana bu yerda ham shu bir rivoyatida qiroatdan forig' bo'lganda deb aytayapti Qotada, bir rivoyatida esa g'oyril mag'dubi alayhimdan keyin deyapti. Muhimi hammasi bo'lib 3 ta sakta bo'lyapti ya'ni. Endi yana bir rivoyatda kelgan Samura o'sha Ubay ibn Ka'bga maktub yozganlarida Imron ibn Husayn bilan o'shanda aytgan ekanlarki, "Yo, men unutib qo'ydim, odamlar to'g'ri aytayapti. Yoki odamlar unutib qo'ygan, men to'g'ri aytayapman" deganlar. Ana shunda Ubay u kishiga javob qaytargan, "Siz yodlagan ekansiz, odamlar unutibdi" degan. Mana shundan inson muxolifiga insof qilishligi, ya'ni siz o'zingiz aniq bilgan narsangizni ham balki men xato qilayotgandirman, sizlar to'g'ri aytayotgandirsizlar deb birovdan ta'kidlab olish kerak. Odam o'ziga ishonib, o'zim men to'g'riman deb turavermaydi, qaysarlik qilib. Balki men unutdimmikan deb o'ziga odam o'ziga raddiya javob bilan, ya'ni o'ziga tanqid nazari bilan qarashligi kerak. To boshqa uni tasdiqlaganga qadar ya'ni. 776-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozga takbir aytganlarida takbir va qiroatning o'rtasida sakta qilardilar. Shunda men u kishiga aytdim, ya'ni Abu Hurayra aytganlar, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga. Otam va onam sizga fido bo'lsin. Aytingchi, takbir bilan qiroat o'rtasidagi bu saktangiz menga xabar qiling, bunda nima deysiz? Mana yuqorida aytganimizdek, ya'ni quruq jim o'tirish emas bu. Nimadir qiroatlar bor bu yerda. Shuni Abu Hurayra so'rayaptilar. Rasululloh aytdilarki, Allohumma ba'id bayni va bayna khotoyaya kama ba'adta baynal mashriqi wal maghrib. Allohumma anqini min khotoyaya kathawbil abyadi min ad-danas. Allohumma ighsilni bis-salji wal ma'i wal barad. Mana shu duoni aytaman dedilar. Ya'ni shu Fotihadan avval takbiratul ihromdan keyin subhanakallohumma aytamiz-ku, o'shani o'rnida aytiladigan duolardan bu ham. Ma'nosi Allohim mening va xatolarim o'rtasini, mashriq va mag'rib o'rtasini uzoq qilganingdek uzoq qilgin. Allohim meni xatolarimdan oq libosni kirdan poklaganingdek poklagin. Allohim meni yuvgin qor bilan va suv bilan va muz bilan dedilar. Ya'ni istig'for bu. Men bilan xatolarim o'rtasini, mashriq va mag'rib o'rtasini yiroq qilganingdek yiroq qilgin. Ya'ni mashriq bilan mag'rib bir-biriga yo'liqadimi? Yo'q. Mana shunga o'xshab men bilan xatolarim yo'liqmaylik bir-birimizga deganida. Va keyin xatolarimdan meni poklagin deyaptilar. Xuddiki oq libosni kirdan poklanganidek. Ya'ni oppoq bir libos, masalan, kirdan tozalasangiz qanaqangi oppoq bo'lib yangi bo'lib chiqadi. Gunohlarimdan shunday oppoq qilib tozalagan men deyaptilar-da. Va meni yuvgin qor bilan, suv bilan va muz bilan. Ya'ni aslida kimdir aytishligi mumkin, kiyimni issiq suvga yuvsa yaxshiroq ochiladi-ku, dog'lari ketadi desa, to'g'ri. Lekin bu yerda maqsad gunohni harorati bor, otashi bor. Dunyoda ham insonni masalan kuydirishligi, oxiratda ham navzubillah jahannamda kuydirishligi. Ana shu narsadan sovutishlikni so'rayaptilar, jahannam otashidan, oxiratdagi va dunyodagi ma'siyat otashidan meni sovutgin degani, suv bilan, qor bilan, muz bilan degan. Keyin ba'zan o'zi qor suvi yaxshiroq tozalaydi hamda. Maqsad gunohlardan poklanish. Shuni so'rayaptilar. Endi aslida Nabiy sollallohu alayhi vasallamning o'tgan kelasi gunohlarini Alloh kechirib qo'ygan. O'zi Nabiy sollallohu alayhi vasallamni bir gunoh deydigan ishlari ham yo'q. Ba'zi bir xiloful avlo bo'lgan ishlar bo'ladi. O'shanda ham shunday
istig'for aytganlar. Bu ummatga birinchidan ta'lim, ummat mana shunday duoda istig'forda aytishligi kerak. 123-bob. Babu man lam yaral jahra bi bismillahir rohmanir rohim. Bismillahir rohmanir rohimni jahriy qilmaslik kerak deb o'ylagan kishilar. Ya'ni endi mana namozda shu subhanakallohumma yoki boshqa istiftoh duolardan keyin auzu va bismillah deb boshlaymiz-ku. Mana shu masalaga kirishilinyapti. Bismillah jahriy aytilinadimi yo'qmi? Shuni bilingki, bu masalada asl ixtilof bismillah qiroatda, endi Qur'on suralarida va xususan Fotiha surasida shu Qur'ondan bo'lgan oyatmi yoki bu shunchaki suralarda o'rtasini ajratish uchun qo'yilgan bir kalimami? Ixtilof mana shunga borib taqaladi. Agar kimda kim bismillahni Fotihadan ham yoki boshqa suralardan ham birinchi oyati desa, uni xuddiki o'sha suralarda Fotihani jahriy o'qigan paytda buni ham jahriy o'qish kerak degan ma'no chiqadi. Chunki birinchi oyatida. Nimaga birinchi oyatini maxfiy o'qiysiz? Agar kimda kim aytsaki, bu bismillah Fotihada ham va boshqa suralarda ham birinchi oyat emas, u shunchaki suralarni boshida ajratish uchun qo'yilgan kalima desa, uni jahriy qilinmaydi deydi. Chunki uni suraga daxli yo'q, Fotihaga ham va boshqaga ham. To'g'ri so'z ham o'zi mana shu. Ya'ni bismillah Fotihada ham va boshqa suralarda ham birinchi oyat emas, u shunchaki suralarda avvalida uni ochishlik uchun qo'yilgan kalima. Shunga binoan uni jahriy qilishlik shart emas, maxfiy qilinaveradi. Mana hozir bunga dalillar keltiriladi. 777-hadis Anas radhiyallohu anhu aytadilar mana. Nabiy sallallohu alayhi vasallam va Abu Bakr va Umar va Usmonlar qiroatni alhamdulillahi robbil alamin deb boshlardilar. Mana. Demak, bundan yo o'qimayapti umuman degan gap chiqadi. Bismillahni. Yoki o'qisa ham ichida o'qiyapti degan gap chiqadi. Jahriy o'qimayapti. Bu Nabiy sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar, Usmonning ishlari. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ishi asli kifoya bizga, lekin undan keyin Abu Bakr, Umar, Usmonlarni keltirayotganlari bu ummat ichidagi eng katta shaxsiyatlarda. Ular bu narsani bilmay qolishligi imkonsiz. Va ular yana xalifa bo'lgan, odamlarga imom o'tib namoz o'qigan. Biz ularning sunnatlariga ergashishga buyurilganmiz. Va yana shunday kimdir kelib buni bu mansux bo'lgan deyishga ham haqqi yo'q. Chunki mansux bo'lsa bular qilmas bu ishni. Demak, bismillah o'qivering, lekin ichingizda o'qing. U namozning ichidagi, ya'ni maxfiy zikrlardan hisoblanadi. 778-hadis Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaftatihu as-salata bit-takbiri wal qira'ati bi alhamdulillahi robbil alamin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni takbir bilan va alhamdulillahi robbil alamin deb qiroat qilish bilan boshlardilar. Ya'ni Allohu akbar deb takbir aytib alhamdulillah deb boshlardilar. Va kana idza raka'a lam yushakhkhis ra'sahu va lam yusawwibhu. Va agar ruku qilsalar boshlarini ko'tarib ham yubormasdilar va uni tushirib ham yubormasdilar. Va lekin baynadalik shuning o'rtasida qilardilar. Va rukudan boshlarini ko'targanda to qoyim turib to'g'ri bo'lmaguncha sajda qilmasdilar. Va har ikki rakatda attahiyotni aytardilar. Va agar o'tirsalar chap oyoqlarini to'shardilar va o'ng oyoqlarini tik qilardilar va shayton o'tirishidan va yirtqich to'shalishidan qaytarardilar va namozlarini salom bilan yakunlardilar. Ya'ni yana boshdan qaytamiz. Namozni Fotiha va qiroat bilan boshlardilar deyapman. Takbir va qiroat bilan. Ya'ni takbirdan keyin tabiiy yuqoridagi istiftoh duolarini aytganlar. Endi o'sha namozning maqsadlari bu yerda o'sha jahriy qilganlari takbir va keyin qiroat bo'lardi. Uning ichidagi narsalar istiftoh duosi, auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim bilan maxfiy bo'lgan hammasi. Mana shu hozir bizning mavzumizga tegish joyi. Keyin aytayaptilar, ruku qilish kayfiyatlari, boshlarini ko'tarib olmasdilar va uni pastga ham tushirib olmasdilar, shuni o'rtasida qilardilar. Ya'ni rukuda bosh yelka bilan bir xil turishligi kerak. Boshi yelkadan tepada ham, pastda ham emas. Va rukudan boshlarini ko'tarsalar ham to'g'ri qoyim bo'lmaguncha sajdaga ketmasdilar. Ya'ni chala qilib rukudan turishdi, sajdan boshlab yuborilmaydi. Va har ikki rakatda tahiyotda aytardilar, tushunarli. Va agar o'tirsalar chap oyoqlarini to'shardilar, ya'ni qayirib o'tirish, to'shash degani. Va o'ng oyog'ini tik qilardilar. Va shayton o'tirishidan qaytarardilar. Buni ikki xil sharhlashgan shayton o'tirishi degani. Birinchisi ikkita tovoningiz ustiga o'tirish. Ikkita oyoqni qayirib olib. Ikkinchisi ikkita tovoningizni ochib ikkiga qaratib yirib, ikkita orqa tomonni ikki qismini, ya'ni dumbani yerga yopishtirib o'tirish, xuddiki mana o'rdakka o'xshab. Ana shu ikki o'tirish ham shu shayton o'tirish deyilgan, qaytarilgan. Namozda endi bu boshqa payt emas. Aqib degan tovon deganda o'zi shu tovonga o'tirish degani, ya'ni
Shayton o'tirish. Keyin yirtqich to'shalishidan qaytarganlar. Ya'ni yirtqichlar qarasangiz tirsagini oldinga qilib to'shab o'tiradi-yu. Mana sajdada mana shuni tirsagida yerga tegirib o'tirish yirtqich o'tirish deyiladi. Yirtqichga o'xshab to'shalish. Bundan ham qaytarganlar. Ya'ni tirsaklari ko'tarib turish kerak. Va namozni salom bilan yakunlardilar deb. Tushunarli, ya'ni namoz salom bilan tugaydi. 779-hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Unzilat alayya anifan sura faqara bismillahir-rahmanir-rahim inna a'tainakal kawsar hatta khatamaha qala hal tadruna mal kawsar qala Allohu rasuluhu a'lam qala fa innahu nahrun wa'adanihi robbi fil jannah." Menga hozir bir sura tushirildi dedilar. Keyin o'qidilar bismillahir-rahmanir-rahim inna a'tainakal kawsar deb. To oxirgacha o'qidilar. Keyin aytdilarki, Kavsar nimaligini bilasizlarmi dedilar. Ular Alloh rasuluhu a'lam deydi. Rasul aytdilarki, u bir daryodir. Robbim jannatda menga uni va'da qilgan dedilar. Endi bu hadisdan bu yerda maqsad qarang. Mana shu hozir Rasululloh menga bir sura tushirildi deyaptilar-da, bismillahir-rahmanir-rahim inna a'tainakal kawsar deb o'qiyaptilar. Ya'ni bismillahir-rahmanir-rahim deb boshlayaptilar surani o'qishdi. Mana shu rivoyatni olib, bismillahni jahri aytish kerak deydiganlar dalil qiladi. Mana Rasululloh jahri aytib boshlayaptilar deydi. Endi bunga javob, birinchidan bu namozda emas. Mana Rasululloh shunchaki sahobalar bilan o'tirganda aytayaptilar buni. Ikkinchidan, bu yerda gap so'z bo'lib turibdi-ku, oddiy gaplar. Shuning uchun u yerda tabarruk qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni kaliti tarzida bismillahir-rohmanir-rohimni aytib boshlayaptilar. Mana o'zimizda ham shunchaki qiroat qilmoqchi bo'lsangiz bismillahir-rohmanir-rohim deb boshlaysiz-ku. Yoki masalan ovqat yemoqchi bo'lsangiz ham bismillahir-rohmanir-rohim deb boshlaysiz. Ya'ni bu yerda shunchaki aytish bu bismillah. Namozda ichida aytishlikka daxli yo'q bu masalani. Shuning uchun bu hadisdan bu narsaga dalil chiqmaydi. Endi Kavsar nima dedilar? Kavsar Robbim menga jannatda va'da qilgan daryo. Endi qarangda mana mazhablar qayerdan chiqadi? Yana shu narsaga to'xtalayapman. Ko'pchilik savol beradi-ku, nimaga hamma mazhabda dalili bor? Qayerdan chiqqan bular o'zi deydi-ku. Mana qayerdan chiqyapti qarang. Haqiqatan hamma mazhabda dalili bo'ladi. Dalilsiz gapirmaydi hech qaysi mazhab. Lekin dalil ba'zan tushmaydi u masalaga. Mana hozir shu yerda mana shu masalani qarang. Hadisda nima haqida bunday mavzu avvaldan kelganingizdan keyin bilyapsizki, tushmaydi bu hadis u aytilayotgan masalaga. Ana shunda ko'rmurutlar keladi-da, o'sha mazhabni ko'rmurutlari. Meni mazhabim dalil borib turaveradi. Mazhabing dalilsiz bo'lmaydi tabiiy, lekin u dalil tushmaydi bu yerga. Sen bilasanmi? Boshqa olim biladimi deydi. Mana boshqa olimlar so'zlaridan, boshqa sahobalar so'zlaridan keltirilgan yuqoridagi masala quvvatli bismillahni jahri aytmaslik, ya'ni. O'qish kerak-da, shuning uchun odam o'qisa, shu miya ochiladi, shu bilan ixtilofda tushunadi odam, nimadan kelib chiqqan uni sababi, uni dalili qanaqa, qaysi mavzuga kelgan, buni dalili qanaqa, qaysi mavzuga kelgan, shu bilan masala yechiladi. Odam gumrohligini olimlarni hurmat qilishlikka yuymasligi kerak-da. Ya'ni tushunmaydi-da, dalillar qayerga kelgan, nimaga kelgan. Endi o'sha o'zining gumrohligini nimaga yuyadi? Ha, men olimlarni hurmat qilaman, Abu Hanifani boshimga ko'taraman, rahimahulloh. Men u kishini gapidan chiqmayman deb o'zini shunaqa qilib keyin oqlab oladi. Bu gumrohlikni oqlab olish olimning hurmati davosi bilan. 780-hadis Urva Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qiladilar. Ifk hodisasi haqida, ya'ni Oysha onamizga tuhmat bo'lgan kishi ifk deyiladi. Xullas o'sha qissada kelgan, hozir mavzuga tegishli qismini keltiryapti o'sha hadisni, uzun hadisda u. Oysha onamiz aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirib yuzlarini ochdilar va aytdilar: "Auzu billahi alim minash shaytonir rojim" deb innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum oyatini o'qidilar. Ya'ni Oysha onamiz kishi ifk qilinganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga keyin vahiy tushadi-ku, Oysha onamizni poklab. O'shanda Nur surasidagi oyatlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday vahiy tushib bo'lgan zahotda yuzlarini ochib, ya'ni vahiy tushganda yuzlarini o'rab qo'yilgan bo'lganda Rasulullohda. O'shanda yuzlarini ochib o'qib berganlar Oysha onamiz haqidagi oyatlarda. O'shanda Rasululloh shu oyatlarni o'qishda auzu billahi alim minash shaytonir rojim deb boshlagan ekanlar. Mana buni ham o'sha yuqorida aytganimizdek auzu billahi bismillahir-rohmanir-rohimlarda jahriy qilishda aytadiganlar dalil qiladi. Lekin ko'rib turganingizdek, bu ham namozda kelgan emas, Oysha onamizga ifki bo'lgan hodisada kelgan. Ikkinchidan bu shunchaki Qur'onni boshlash uchun aytiladigan kalima. Namozda ham jahriy aytish kerak ekan degani emas bu. Keyin xullas o'sha Nur surasidagi oyatlarni o'qib berganlar, innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum, bu tuhmatni qilganlar sizlar o'zingizlardan bir jamoat degan Nur surasidagi oyatlar kelgan. Endi o'zi shu hadisni ham qarang. Mana o'zi matni ham unchalik dalil chiqmaydi o'sha masalaga. Lekin o'zi hadis sanadi haqida ham shu hadisni rivoyat qilib turib, Abu Dovud o'zlari aytibdilarki, hada hadisun munkarun. Bu hadis munkar hadis deyaptilar. Ya'ni zaif. Munkar degani
Bu hadisni rivoyat qilgan roviylardan ishonchliroq roviylar bu hadisni bunaqa rivoyat qilishmagan. Mana bu hadisni bir qancha jamoat ulamolar rivoyat qilgan deyapti Zuhriydan. Lekin hech qaysisi mana shu gapni shu sharhida zikr qilmagan. Ya'ni mana shunaqangi Auzubillahi minash shaytonir rojim deb boshladilar degan joyi kelmagan deyapti. Qancha ulamolarda. Va Abu Dovud aytdilarki, "Va xof an yakuna amru is-sa'adati min kalami Humayd." Bu Auzubillahi minash shaytonir rojim degan gap Humaydning gapidan bo'lsa kerak deb qo'rqaman men deyaptilar. Ya'ni hadis roviylarining ichida Humaydul A'rajul Makki degan shaxs bor. O'sha odam shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini aytish mobaynida Auzubillahi minash shaytonir rojim deb o'zi boshlab aytganda, uni shogirdlari bo'lsa, "Ey Rasulullohdan shunday kelgan ekan" deb yozib qo'ygan. Qayerdan bilasan sen? O'tiruvding o'sha yerda desa kimdir agar? O'tirmagan. Hech kim yozib berdi. Lekin mana Abu Dovud aytayaptilar, chunki dalil bor shularga. Mana shu Humayddan boshqalar rivoyatida mana shu joyi kelmagan. Undan-da kuchli boshqa olimlar qilgan rivoyatda. Auzubillahi minash shaytonir rojim deb aytgan joyi kelmagan. Demak, buni o'sha Humayd o'zining so'zidan bo'lsa kerak deyapti Abu Dovud. Demak, Abu Dovud ham hozir o'zini mazhabiga ishora qilib ketdi bu yerda. Abu Dovudning mazhabida ham o'sha auzubillahi bismillahlar jahriy aytilmaydi. Maxfiy aytavering, zarar yo'q. 124-bob. Babu man jahara biha inma. Uni jahriy qilganlar haqidagi bob. O'sha yuqoridagi bismillah jahriy qiluvchilar ya'ni. 781-hadis. Yazidul Farisi aytadilar: "Men Ibn Abbosdan eshitdim. U kishi aytdilarki, men Usmon ibn Affonga aytdim. Sizlarni baroatni u yuzligi bo'lishiga qaramasdan va anfolni u masoni bo'lishiga qaramasdan 7 ta uzun surani biriga ikkisini qo'yib qo'yishlikka nima undadi dedim. Va ular o'rtasida Bismillahirrohmanirrohim satrini yozmaslikka." Usmon aytdilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga oyatlar tushardi. Vahiy yozadigan, Rasulullohga vahiy yozib beradigan ba'zilarni chaqirardilarda, unga aytardilar: "Da hadihil ayata fi surati allati yuzkaru fiha kaza va kaza." Mana bu oyatni palon narsalar zikr qilingan suraga qo'ydirdilar. Va u kishiga oyat tushardi bitta, ikkita. Yana shunday dedilar. Anfol Madinada u kishiga eng birinchi tushirilgan suralardan edi. Baroat esa Qur'ondan eng oxirgi nozil qilinganlardan. Va uning qissasiga o'xshash edi. Men o'ylaymanki, shuning uchun o'zi bu sura bundan bo'lsa kerak. Mana shu sababdan men uni 7 ta uzunni ichiga qo'ydim. Va ular o'rtasida Bismillahirrohmanirrohim yozmadim dedilar. Ya'ni bilamizki, Usmon radhiyallohu anhu mushafni jamlaganlar. Undan nusxa ko'chirib 7 ta nusxa tarqatganlar. O'shanda Baroat surasi bilan Anfol surasini o'rtasida bismillah yozishmagan. Xuddiki bitta suradagi qilib o'tib ketishgan. Endi mana shuning sababini Abdulloh ibn Abbos Usmon radhiyallohu anhu dan so'rayaptilar. Nimaga sizlar Baroat surasini u yuzlik bo'lib, va Anfol surasini u masoni bo'lib, ikkisini 7 ta uzun suralarga chetib qo'ydinglar? Ya'ni Qur'on tartibida qarasangiz, suralar avval 7 ta uzun sura keladi. Fotihadan tashqari albatta, Baqara, Ol Imron, Niso, Moida 7 ta uzun sura. O'shanda 7 ta uzun suradan keyin keladigan suralarni masoni deyiladi. Mi'in deyiladi, mi'in degani 7 ta uzun suradan keyingi 100 ta oyatlik suralar degani. Mi'in 100 ta oyatlik suralar degani. Xo'p, mi'indan keyin, ya'ni 100 ta oyatlik suralardan keyin masoni keladi. Masoni degani o'sha undan keyin keluvchi degani, ya'ni 100 ta oyatlikdan keyin keluvchi suralar degani. Masonidan keyingi 4-bosqichi Qur'onni mufassal suralar keladi. Mufassal degani qisqa suralar ya'ni. Qur'on mana shu 4 qismdan iborat. Endi o'rtada Tavba surasi bilan Anfol surasi mana shu tartibni buzganga o'xshaydi. Ya'ni Anfol surasi chunki 77 oyat. Nima uchun u Anfol surasi Tavba surasi bilan birga kelgan? Tavba surasi holbuki u aytdik 100 talik oyatlardan. Anfol surasi bo'lsa 100 taliklardan emas. U 77 ta oyat. Nima uchun u Tavba bilan birga kelgan? Yana Tavbadan avvalda turibdi-da Anfol surasi. Nimaga bunday qilib yozgansizlar deyapti. Bu birinchi savollari. Ikkinchi savollari, nima uchun yana bismillah yozmagansizlar o'rtasida ularda? Mana shu ikkita surani 7 ta uzun suraga qo'shib qo'ydinglar. Ya'ni 100 talikdan yuqorida turibdi-da u Tavba surasi. Va Anfol surasi ham 100 talikdan yuqorida turibdi. Ikkisini qo'shsangiz, lekin o'sha 7 ta uzunga kiradi bular. Ana shuni so'rayapti Ibn Abbos. Bu ikkisini nimaga
yettita uzunga qo'yib qo'ydinglar-da, ular o'rtasida keyin bismillahir-rohmanir-rohim satrini yozmadinglar. Musulmon aytayaptilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunaqa qilganlar chunki. Bo'ldi. Nimaga? Unday nima bunday? Bunaqa narsalarga, savollarga hojat yo'q. Endi albatta tushuntirishga harakat qilyaptilar. Aytayaptilarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir necha oyatlar tushardi. Keyin Rasululloh o'zlariga vahiyni yozib beradigan ba'zi haligi kotib sahobiylarni chaqirardilar-da, mana bu oyatlarni palon narsalar zikr qilinadigan suralarga qo'y derdilar. Ya'ni o'sha palon suraga qo'y deb bitta suraning nomini aytganlar-da. Palon voqealar zikr qilinayotgan, palon qissa zikr qilinayotgan joyga qo'y mana oyatni deb. Mana bu dalilki Qur'on oyatlarini Rasululloh o'zlari tartiblab berganlar, uni sahobalar qilmagan. Suralar tartibini to'g'ri sahobalar qilgan ba'zilar, lekin Qur'on tartibini, oyatlarini bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan bo'lgan. Suralarda ham hammasini emas, ba'zilarini sahobalar tartib bilan bo'lgan, lekin aslida u ham suralar ham tavqifiy tartibi. Shuning uchun aytayapmiz, mana Anfal, Tavba Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'i bilan bo'lgan deyaptilar. Xullas o'shanda Baroat, ya'ni Anfal surasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Madinada tushgan suralarning eng birinchilaridan, Badr jangidan keyin tushganda bu. Tavba surasi bo'lsa Qur'ondan eng oxirgi tushgan oyatlardan, suralardan. Lekin qissasi buni qissasiga o'xshash. Ya'ni Anfalning qissasi Tavbaning qissasiga o'xshash. Nima jihatdan o'xshash desa, jihod oyatlari gapiriladi ikkisida ham. Masalan, Anfal surasida mushriklar haqida gapirilgan bo'lsa, Tavba surasida ko'proq munofiqlar haqida gapirilgan. Ikkisi ham endi din dushmanlari. Ikkisiga ham kurashish kayfiyatlari o'rgatilgan. Shuning uchun buni qissasiga o'xshash deyaptilar. Shuning uchun Usmon aytayaptilarki, men o'ylaymanki, o'zi bu suradan bo'lsa kerak. Ya'ni Anfal surasi o'zi aslida Tavba surasidan. Kim bilishi mumkin. Qanday Tavba surasidan bo'ladi? U birinchi tushdi deyildi-ku Anfal. Tavba oxiri tushdi deyildi. Farqi yo'q. Shurada birinchi oxiri, oxir-oqibat bitta sura o'zi deyaptilar. Shu Anfal surasi o'zi Tavbadan bo'lsa kerak deyaptilar. Ana shuning uchun ham nima qilingan? Bu ikkisini bitta qilsangiz uzun sura bo'lib ketadi-ku. Shuning uchun haligi 7 ta uzun suraga qo'shilgan, Qur'onning avvaliga qo'yilgan bu. Va ular o'rtasida bismillahir-rohmanir-rohim satrini shuning uchun yozmadim deyaptilar. Shuning uchun mana 7 ta uzun suraga qo'ydim-da ularni avvalga. Mana bu yerda o'sha yuqorida aytgan narsamizga dalil. Ba'zi suralarda tartibi sahobalarning ijtihod bilan bo'lgan. Jumladan mana shu Anfal va Tavba suralarini 7 ta uzun surani oldiga qo'yisham, Qur'onning avvaliga ya'ni. Va ular o'rtasida shuning uchun bismillahir-rohmanir-rohim yozmadim deyaptilar. Chunki nima? Bitta sura bo'lsa kerak deb o'ylayaptilar. Bitta suraning o'rtasidan bo'lib bismillahir-rohmanir-rohim yozmaysiz-ku. Anfal bilan Tavba bitta sura bo'lsa kerak deb yozmadim deyaptilar. Endi yana bir boshqa sababini ham aytganlar bor. Masalan, Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan yana kelgan o'sha aytganlar, bu sura unda ikkisida ham ya'ni aytdik-ku, jihod oyatlari, munofiqlarni sharmanda qilish oyatlari zikr qilingan. Anfal va Tavba suralarida bu bismillahir-rohmanir-rohim shuning uchun yozilmagan. Arablarda shunaqa odat bo'lgan ekanda, bir odamlar bilan yaxshilikcha munosabat qilib turishda bismikallohumma deb maktub yozishgan. Hatto islomdan avval ham ya'ni bismikallohumma deb maktub yozishgan. Mana Hudaybiya sulhida Quraysh kofirlari ham bismikallohumma deb yozganda, agar endi birov bilan birov o'rtasida urush bo'lsa, unga o'sha urush maktubini yozganda bismikallohumma deb yozishmas ekan arablar. Qur'on tushganda arablarning mana shu urfini rioya qilib, va bu yomon joy yo'q yana. Ana shu uslubda tushgan. Shuning uchun urush e'lon qilingan mana shu Anfal va Tavba suralarida bismillahir-rohmanir-rohim o'rtasida yozilmagan deyilgan. 782-hadis. Yana Ibn Abbos yuqoridagi ma'noda keltirganlar. O'shanda Usmon aytganlar: "Faqubiza Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va lam yubayyin lana annaha minha." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruhlari qabz qilindi hamki, bizga u surani bu suradan ekanligini bayon qilmay ketdilar deganlar Usmon. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketdilar hamki, shu Anfal surasi Tavba surasidanmi? Annaha minha degani shu, u sura bu suradanmi? Shuni Rasululloh aytmay ketdilar deyapti ya'ni. Xo'p, endi kimdir aytishligi mumkin. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmay ketganlar? Bu narsa risolat chala qolib ketdi deganimi? Nauzubillah. Yo'q. Yoki nima Rasululloh yashirdilar deganimi? Yo'q. Nimaga aytmaganlar? Demak, shart emas bu. Hamma narsani aytib o'tish shart emas. Qamasakta anha fa huwa mimma afa anha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, Alloh nimadan sukut qilsa, u Alloh uni afv etibdi degani. Payg'ambarga ham Alloh shuni iqror bo'lgan, shuni aytmay ketishliklarini. Demak, bu narsada tubiga yetishlik hech bir zaruriy narsa emas. Buni bir katta mashmasha qilib, juda muhim narsa-da bu, tagiga yetish kerak deb yuriladigan narsa emas. Sahobalar ham tagiga yeta olmay qolgan hattoki. Din chala emas shuni buning. Demak, buni bilish muhim emas degan. Abu Dovud aytadilar, Shabi, Abu Malik va Qotada va Sabit ibn Umoralar aytgan,
Nabiy sallallohu alayhi vasallam bismillahir rohmanir rohimni yozmadilar. Hatto Naml surasi tushguniga qadar deb shu ma'noda hadisni keltirishgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu bismillahir rohmanir rohim deb o'zi Qur'onda suralarning boshiga yozdirmaganlar. To Naml surasi tushguniga qadar. Nimaga Naml surasi? Chunki Naml surasida o'sha bismillahir rohmanir rohim degan kalima kelgan. Ya'ni Sulaymon alayhisalom qissasida Bilqisga maktub yozganlarida innahu min Sulayman va innahu bismillahir rohmanir rohim. Bu maktub Sulaymondandir, bismillahir rohmanir rohim. Ana shu suradagi bismillahir rohmanir rohim tushgandan keyin shu oyatni olib, bu oyat bunda hech qanday ixtilof yo'q. Keyin o'sha suralarning boshiga yozdirganlar mana shu bismillahir rohmanir rohim. Shundan suralarning boshida bismillahir rohmanir rohim yozish joriy bo'lgan. Keyingi oyatdan shuni quvvatlayapti. 783-hadis. Ibn Abbos aytadilar: "Kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam la ya'rifu fasl surati hatta tanazzala alayhi bismillahir rohmanir rohim." Nabiy sallallohu alayhi vasallam suralarni ajratishni bilmasdilar. To u kishiga bismillahir rohmanir rohim tushgunga qadar. Mana bu Ibn Sa'd rivoyatidagi lafz deyapti. Ya'ni mana bismillahir rohmanir rohim oyati o'sha Naml surasida tushmaguncha suralarni ajratadigan kalima bo'lmagan ekan. Shundan keyin bo'ldi bu kalima. Endi biz hozir 124-bobda o'sha bismillahni jahriy qiluvchilar dalillari haqida o'qiyotgandik. Bu masalalarni qayerdan dalil chiqyapti desa, ular aytadiki, mana avval jahriy qilmagan bo'lsalar kerak, keyin jahriy qilganlar, keyin mana Naml surasi tushgandan keyin suralarda bo'lishlik uchun yozdirgan ekanlar-ku deb shularni dalil qiladi bular. Lekin bu ham quvvatli dalil emas ko'rib turibsiz, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni keyinchalik agar jahriy qilgan bo'lsalar, Rasulullohdan keyin Abu Bakr, Umar, Usmonlar buni jahriy qilardi. Mana shu Usmon roziyallohu anhu o'zlari rivoyat qilib turibdilar shu qissalarni. Endi Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zan jahriy o'qirdilar bismillahni, ba'zan maxfiy o'qirdilar. Kim qaysiga amal qilsa zarari yo'q deganlar. O'zi shu ham to'g'ri gap. Ota ko'ra qozixona qilinadigan narsa emas bu. 125-bob. Babu takhfifis salati lil amri yahdus. Bir ish sodir bo'lgani uchun namozni yengillatish haqida. Ya'ni, masalan, namoz o'qiyotgandik, jamoat bo'lib, nimadir bir hodisa sodir bo'ldi. O'shani namozni yengillatish kerak. Yengillatish degani tezroq tugatish kerak, cho'zavermasdan odamlarni bezovta qilib. 784-hadis Abu Qotada radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inni la aqumu ila as-salati wa ana uridu an utawwila fiha, fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawazu karahiyata an ashuqa ala ummihi." Men namozga turaman, uni uzun qilishni istagan bo'lib turaman. Keyin bolaning yig'isini eshitaman-da yengillataman. Onasiga mashaqqat qilishni yoqtirmaganimdan dedilar. Mana, demak, hozir mavzuda aytilgan masalaga dalil chiqyapti. Imom kishi namoz o'qiganda bitta o'zini o'ylab o'qimasligi kerak. Yoki orqasida o'tirgan 2-3 ta haligi taqvodorni o'ylab emas. Odamlarda zaifiga qarab namoz o'qish kerak. Endi bu namozdagi bizning siyosatimiz bo'lsa qarang, ibodatdagi siyosatimiz. Bu bizning tashqi hayotdagi siyosatimizda ham o'rgatadi. Ya'ni biz masalan odamlarni boshqarishda ham xuddi shunday. Ularning iymon eng kuchli taqvodorlariga qarab boshqarmaymiz. Masalan, tasavvur qilaylik, bir davlat boshqarish kerak. O'sha davlatda 4-5 ta taqvodorlar aytayaptiki, 100% shariatdagi haligi mustahablar bilan hamma narsani tatbiq qilamiz, deyapti. Odamlar kechqurun ko'chalarda yurib tahajjudga uyg'otamiz, deyapti. Uyma-uy. Ana shu darajada qattiq hamma sunnatlarga odamlarni majburlaymiz, deyapti. Bitta-bitta tekshirib, hammani ko'chada ushlab shu soqolini uzunligini tekshiramiz santimetr bilan. Soqolini ozgina kalta qilgan bo'lsa jazolaymiz, deyapti. Ana shu narsani 4-5 taqvodor ko'taradi, to'g'rimi? Ha. Lekin aksar odam ko'tarmaydi bu narsani, yorilib ketadi, oxiri jonga tegding deb boradi. Ana shunaqa paytda biz 4-5 ta taqvodorni taqvosiga qarab amal qilmaymiz. Siyosatda odamlarning zaifiga qarab amal qilamiz. Mana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham ko'p narsalarni qilishni istab odamlarni o'ylab qilmaganlar. Masalan, qani shu jamoatga chiqmaydiganlar borib uyga o't qo'yib yuborsam deganlar qilmaganlar, lekin shu ishni. Qani kapani buzib boshqatdan qilsam deganlar qilmaganlar, odamlar tushunmasligini o'ylab. Tahajjud o'qiganlar, qiyomul layl qilib, hamma kelib o'qivergandan keyin odamlarga mashaqqat bo'lib ketadi deb taqiqlaganlar. Misvok ishlatishdi, odamlarga mashaqqat bo'lishidan qo'rqmasam buyurardim deganlar. Ko'cha-ko'yda yurib hammani misvoking qani deb yurmaganlar. Ko'ryapsizmi? Demak, mana shu namoz ichidagi siyosat bizga hukumatdagi siyosatda ham o'rgatadi. Odamlarning zaifiga qarab odamlarni boshqarish kerak. O'lmaysanmi deb o'z bilganini qilavermaydi odam. Zaifga qarash kerak. Mana shuning uchun namozga turyaptilar. Uni uzun istashni istab turibdilar, qarang. Uzun o'qishlikni istab turibdilar. Lekin orqadagilarchi? Yuragi taka-puka bo'lib,
Mana bir bola yig'lab yotibdi. Onasi endi nima ahvolga tushadi namoz o'qib bo'lguncha, ehtimol yomon ko'rib ham ketadi namozni. Ana shu narsa noto'g'ri. Endi subhanalloh, namoz bu ibodat, qarang. Alloh bilan banda o'rtasidagi aloqa va bo'lib ham qiziq joyi, ayol kishiga nima bor o'zi masjidga chiqishligi? Ayol kishi uyda o'qigani afzal deyilgan-ku. O'shanday desalar bo'lar-edi. Senga nima bor o'zi bolangni yig'latib masjidga chiqib? Uyingda o'qisang bo'lmaydimi? Uyingda o'qish afzal deganmiz-ku senga desalar bo'lar-edi. Shunday demaganlar. O'zi xiloful avlo ishni qilib masjidga kelib olgan bo'lsa ham, lekin shuni o'ylab namoz yengillatganlar, qarang. Onasiga mashaqqat bo'lmasin deb. Endi hozir odamlarni qarang demoqchiman. Haligi ataydan qilinishini islomga dushmanlikni qarang-da. Imomlarni, diniy idora xodimlarini, xavfsizlik bo'linmasidagilar, zobitlar, militsiya xodimlari va boshqalar, ichki ishlar majlisga yig'ib olar ekan, keyin 4 soat, 5 soatlab leksiya o'qiydi ularga, imomlarga o'tirib olib. Hamma bezor. Namoz vaqti o'tib ketyapti hamki, ushlab o'tiradi imomlarni ataydan. Ichidan bittasi chiqib namoz o'qiyman, xo'jayin namoz vaqti bo'ldi axir desa, birdan ro'yxatga olib qo'yadi, bu namozxon ekan deb. Imomni ham odamlarga mashaqqat bo'lyapti axir, odamlar buni ichida yomon ko'rib o'tiribdi, qizig'i yo'q uni. Gapirgan gapini o'zi tayini ham yo'q. Ya'ni erkaklarga ham shuni ushlab o'tiradi. Ko'ryapsizmi, kim insoniyatga rahmliroq? Bu zolimlarmi? Allohning hukmimi? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Shundan keyin ham bu insonlar johiliyat hukmini istaydimi? Mana shu tuzum maktabda ham bor, qarasangiz, direktor chiqarib, mana do'radi, leksiya o'qib, direktor nimada Leninkada boshida ana shunaqa o'zi nima deyotganini ham bilmay, yarim soat, 1 soatlab bola ishlab turaveradi. Paxtada ham shu ahvol, ishda ham shu ahvol, siyosatda ham shu ahvol, diniy idorada ham hamma joyda shu ahvol. To'y ma'rakada ham shu ahvol, qarasangiz. Bittasi chiqib olgan mikrofonni ushlab aljiraveradi, hammani joniga teggan. Islomda bunaqa narsa yo'q. Bitta odam miringlaverib, hammani asabiga o'ynab o'tirishligi, o'zi gapirgan gapini tayini bo'lmay, eng muqaddas kalom Qur'onni namozda, yana muqaddas ibodat, muqaddas joy masjidda o'qilganda ham hatto odamlarning rioyasini qilishga buyurilyapti. Endi bu miring-ziringini deb odamlar ushlab o'tirishlik va tariqalar nojoiz bo'ladi. Endi mana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini o'qishni istayaptilar-da, yengillatayaptilar, qarang. Axir bu ajrni kamaytirish emasmi? Bitta ayol deb yoki uni bolasini deb? Yo'q. Chunki biz bir narsani niyat qilar ekanmiz. Endi o'shani boshqa bir sabab bilan to'xtatsak, uni qildik, qilmadik, qizig'i yo'q. Niyatimiz bilan o'shani qilganlik ajrini olaveramiz. Niyatul mu'min xayrun min amalihi deyilgan shuning uchun. Mu'minning niyati uni amalidan yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu niyatda kirdilarmi? Endi buni dangasalikdan to'xtatganlari yo'q-ku. Bir sabab bor, uzr bor. Shuning uchun o'sha niyatga yarasha o'sha ajrni olaveradilar. Rasululloh ham, orqadagi sahobalar ham. Allohning fazli bu. Illoki o'shani endi sen amalda tugatib qo'yishing kerak degan emas. Endi namozni kimnidir o'ylab qisqartirish joiz ekanmi, qarang. Shundan aks masalaga ham dalil oladi ulamolar. Namozni kimnidir o'ylab uzaytirish ham joiz. Ya'ni, masalan bir kishi kechikib keldi. Tapir-tupur yugurib shu rakatga ulguray deyapti. Siz imomsiz. Shu odam ulgursin. Biroz turing yana. Mana shuni ba'zi ulamolar shu hadisdan olib joiz degan, afzal degan. Chunki Rasululloh mana namozni kimdir o'ylab qisqartiryaptilarmi? Alloh uchun qilingan ibodatni kimdir o'ylab qisqartiryaptilar. Xuddi shunday Alloh uchun qilinayotgan ibodat bo'lsa ham namoz kimdir ulgurishligini o'ylab, unga riyo qilish uchun emas. Voy, uzun namoz o'qirganda bu imom deb maqtanish uchun emas. Shu odam ulgursin bir rakatga deb bir pas qiroatni cho'zishmi yoki rukudni cho'zishmi joiz. Endi ba'zi ulamolar bu shirk degan hatto. Chunki sen Alloh uchun emas, shu banda uchun enkayib o'tiribsan rukuda deyishadi-da. Yo'q, aslida bunaqa darajada emas. Chunki bu o'sha bir mu'minni ajrga ilm olishligiga harislik. U odam uchun ruku qilayotganingiz yo'q siz. U odam Allohga ruku qilish uchun ruku qilyapsiz. Allohga rukuga u ham qo'shilib qolish uchun ruku qilyapsiz. Endi bunda ham jamoatga mashaqqat bo'lmasa, siz bittani rukuga ulgu o'tiraman deb jamoatga mashaqqat qilib qo'ysangiz, bu ham to'g'ri emas. 126-bob. Babu ma jaa fi nuqsonis salat. Namozning nuqsoni haqida. 785-hadis. Ammor ibn Yosir aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayotganlarini eshitdim. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumnuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Albatta kishi namozdan ketadi, holbuki unga namozning 10 dan biri, 9 dan biri, 8 dan biri, 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri,
4dan biri, 3dan biri yarmi yozilgan bo'ladi dedilar. Ya'ni kishini namozi, uni namozidagi xushusi, tadabbur, tafakkuri, namozini sunnatga muvofiq o'qishligiga qarab ajri ko'payib yoki kamayib boraveradi. Mana ikkita odam shunday yonma-yon turib namoz o'qiydi, ehtimol unisiga namozini to'liq ajri bo'ladi. Bunisiga ehtimol namozini 10dan 1 ajri ham yo'q. Mana shuni aytayaptilar, bir kishi namoz o'qiydi, namozdan ketganda unga namozidan faqatgina 10dan 1 ajri yozilgan. 9 qismi yo'q namozini. 90% namoz yo'q, ya'ni 10dan 1 degani. 10% namozining ajri qolgan, 90% yo'q. Kimdir 9dan 1 qolgan ajri. Ya'ni ko'proq bu. Kimgadir 8dan 1 qolgan. Kimgadir 7dan 1 qolgan, ko'payib ketyapman. Kimgadir 6dan 1 qolgan namozning ajrini. Kimgadir 5dan 1 qolgan, kimgadir 4dan 1 qolgan, kimgadir 3dan 1 qolgan, kimgadir yarmi qolgan namozning ajrini. Bo'lgan sari ko'payib ketyapti-da. Maqsad o'sha namozdagi xushu xususiga qarab ajri ko'payib kamayib boraveradi. Endi ba'zi narsalar yozilmasligi mumkin. Umuman qabul ham bo'lmaydi namoz. Mana eri norozi qilgan ayol namoz qabul bo'lmaydi deyilgan. Bunga o'xshab boshqa harom yegan kishini masalan namoz qabul bo'lmaydi. Ba'zi odamlar umuman 1% ham ajri yo'q namozdan. 127-bob. Babun fi takhfifis solah, namozni yengillatish haqida. Yengillatish degani ya'ni cho'zmaslik. Bu qiroatda, rukuda, sajdada yengillatishga chalchulpa qilib tashlanmaydi. Unda eng kamida 3 ta tasbih shu bilan nafas rostlab, subhan emas. Subhana robbil azim, subhana robbil azim, subhana robbil azim. Eng kami mana shu. Sajda ham subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Bundan kam qilsangiz namoz emas bu. Yengillatish mana shuncha bo'ladi rukuda, sajdada. Ammo hozir bu yerda maqsad qilinayotgan yengillatish u qiroatni yengillatish. Ya'ni cho'zmaslik. 786-hadis. Jabir radhiyallohu anhu dan aytadilar. Muoz radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qirdilar. So'ngra qaytib kelib bizga imom o'tardilar dedilar. Yana bir rivoyatda qavmiga imom o'tib namoz o'qib berardi deb kelgan. O'shanda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kecha namozni kechiktirdilar. Yana bir rivoyatda aytgan, o'sha xufton namozi edi degan. Xullas shunda Muoz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qidi. So'ngra kelib qavmiga imom o'tdi. Baqarani o'qib yordi. O'shanda qavmidan bir kishi chetga chiqdi-da namoz o'qidi. Shunda unga "Ey sen palonchi munofiq bo'ldingmi?" deydi. U odam aytdi, "Men munofiq bo'lmadim" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Aytdiki, "Muoz siz bilan namoz o'qiyapti. So'ngra qaytib kelib bizga namoz o'qib beryapti imom o'tib ya Rasululloh. Biz axir sug'oruvchi kishilarmiz, qo'l mehnatini qilamiz. Va bu bizga imom o'tdi-da Baqara surasini o'qib yordi." Shunda Rasululloh aytdilar, "Ya Muoz, afattanun anta, iqro bikaza, iqro bikaza." Ey Muoz, sen fitnachimisan? Ey Muoz, sen fitnachimisan? Falon surani o'qi dedilar. Abu Zubayr ravi aytadilar, ya'ni sabbih ismi robbikal a'la va layli idha yaghsha suralarga o'xshash. Biz keyin amrga zikr qildik. Amr aytdiki, "Men ham o'ylayman shuni zikr qilgan bo'lsa kerak" dedi. Ya'ni bu qissani ko'p sharhlaganmiz avvalam. Mana Muoz radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiganlar, xufton namozida. Keyin u kishi o'zining qavmiga ham borar ekanlar. U qavmi Masjid Nabaviydan uzoqroqda bo'lgan. U kishi olim sahobalardan keyin Muoz. Shuning uchun qavmiga imom o'tib berar ekan. Ular kutib turganda Muoz kelishligini. Mana bu dalilki inson bir namozni 2 marta o'qishi joiz. Bu haqida qaytariqlar kelgan, to'g'ri. Bir namozni 2 marta o'qishdan qaytariladi degan. U vasvas bo'lib o'qishdan qaytarilgan. Shu ko'nglim to'lmadi-da shu namozga deb. To'lsin ko'nglingiz, bitta namozni to'laydigan qilib o'qing. Lekin bir namozni o'qiganingizda birinchisini masalan farz deb, keyingisini nafl deb o'qisangiz zarar yo'q. Muoz mana shunday qilganlar. Birinchisini Rasululloh bilan o'qiganlarini farz deb, keyingisi qavmga o'qib beradiganini nafl deb o'qiganlar. Endi mana shundan yana bir narsaga dalil chiqadiki, kishi nafl o'qib turganda farz o'qib turgan kishi unga iqtido qilsa bo'ladi. Xuddi shunday sunnat o'qib turganda ham farz o'qiydigan odamga iqtido qilsa bo'ladi. Xullas keyin Muoz mana shuna qilib bir kecha Rasululloh bilan kech qolib ketdilar. Rasululloh xufton o'zi kech o'qidilar-da. Endi o'zi qavm o'zi kutib o'tirgan shu paytgacha qarang. Yana borib u kishi o'lgan ustiga tepgan degandek Baqarani boshlab yordilar. Imom o'tib. Endi qayerda to'xtaydi buni kim biladi? Shuning uchun qavmdan bitta odam turganda oxiri zerikib ketgandan, charchab ketganda bu. Chunki hozir charchagan sababini ham aytadi. Dangasalikdan emas bu. Chetga chiqib o'zi o'qib ketgan namozni. Bu namoz buzgan degani emas. Imomdan shunday ayrilib o'zi davom ettirib ketgan. Namoz buzish mumkin emas. Endi odamlar bu ayrilgan odamni munofiq deb o'ylagan.
Chunki haligi hadisda aytilganki, munofiqlarga eng og'ir namoz xufton bilan bomdod namozi. Agar ular nima borligini bilsa, shu iymanilik bo'lsa ham keladi deganlar-ku. Ana shuning uchun birdan sahobalar qarang, munofiq bo'ldingmi degan. Og'irlik qilyapti senga namoz. U odam aytganki, men munofiq bo'lmadim degan. Subhanalloh, endi bitta xuftonni uzun o'qilganda, ya'ni charchagandan qarang. Va kech bo'lib ketgan sababdan bir odam ajralib chiqib o'qidi har qalay namozni. Shuni munofiq bo'ldingmi degan bo'lsa sahobalar, endi hozir namoz o'qimaydigan odamlarga nima deysiz? Ha, ovozing o'chsin deydigan, azonni eshitsa, so'kaydigan, namozga boradiganlar, ro'yxatga olib qo'yadiganlarga nima deysiz? Kofir bu odamlar. Xullas, ana shunday munofiq bo'ldingmi deyshti, ammo bu kishi munofiq bo'lmaganda, uzri bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Agar hozir shunday qilsangiz, siz odamni takfirchi bo'lib ketibsan sen deydi. Kofirdan bitta sizni yomon ko'ra boshlaydi. Takfirchi bo'lib ketibsan deb. Sahobalar ham takfirchi deysizmi? Endi kishi Rasulullohga borib uzrini aytgan, "Moz siz bilan namoz o'qiyapti o'zi" degan. Ya'ni o'zi kechik qoldi ya'ni. Ya'ni biz oldimizga borib imom o'tayapti-da, biz endi sug'oruvchi kishilarmiz. Sug'oruvchi degani ya'ni xurmolar bilan, tuyalar bilan xurmolarga suv tashib yoki qo'lida suv tashib yelkasida xurmolarni sug'organ dehqonmiz deganda xullas. Qo'l mehnati qilamiz, charchaydi-ku dehqon odam qanaqa. Erta tongdan turib ish qilish kerak yana. U bizga kelib imom o'tayapti degan. Ya'ni Baqara surasini boshlab yubordi. Ana shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Ey Moz, sen fitnachimisan? Ey Moz, sen fitnachimisan?" deganlar. Ya'ni yuqoridagi sahobalar bu kishiga munofiq deb takfir berib yubordi-ku. Shunga kim sabab bo'lib qoldi? Bu odam aybdor emas ekan, uzr bor ekan mana. Moz roziyallohu anhu uzun o'qib sabab bo'lib qoldi. Ana shuning uchun shunga sababchi bo'lgan kishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aybdor qilyaptilar. Sen fitnachimisan ey Moz? Nimaga yani odamlar o'rtasida unaqangi fitna chiqaryapsan? Va nimaga namozni uzun o'qib, odamlarni undan nafratlantiryapsan deganlar-da. Ko'ryapsizmi? Taqvodorlik qilaman deb ba'zan odam fitnachilik qilib qo'yadi. Moz roziyallohu anhuga aytmayapmiz bu gapni. U kishi bilmaganlar. Hozir ham o'zi bilmay shunaqa ish qilib qo'yayotganlar bilsin deb aytayapmiz. Siz taqvodorlik qilyapsiz degan bo'ldi hammasi zo'r degani emas. Taqvodorlik qilaman deb ba'zan fitna qilib qo'yasiz. Ha, sunnatga amal qilish fitnami deydi. Hamma namoz uzun o'qish sunnat. Fitna bo'lar ekanmi ba'zan? Hozir odamlarga aytamizki, masalan, ominni jahriy aytmang tushunmayotganlarning ichida. Rafuliyadin qilmang tushunmayotganlarning ichida. Ha, sunnat-ku deydi. Ha, fitna bo'ladi. Siz sunnatga amal qilsak fitna bo'ladimi deydi. Ha, bo'lyapti deydi, nima qilaylik? Tushunmagan odamni oldida qilmang shu ishni. Yoki namozdan keyin o'tirib tasbihingizni sanang, turib ketmang o'zingizga taqvodorlik qilib. Odam o'tirib sunnat o'qiyaptimi, o'qing. O'shandan keyin o'tirib zikr qiling. Shuni deb janjal qilmang. O'tirib namozdan keyin duo qilyaptimi, odamlar qiroat qilyaptimi, o'tiring, qiroatini eshiting. Musiqa eshitganingiz yo'q-ku har qalay. Duosini eshiting. Harom narsa eshitganingiz yo'q-ku. Fitna qilmang. Bunaqa paytda ayrilib o'zicha bir boshqa narsa qilaman deb. Men takfirchilik ham xuddi shunday. Tavhid da'vosi bilan, shariat da'vosi bilan, xilofat da'vosi bilan fitnachilik qilishadi. Xilofat deydi, takfir deydi, tavhid deydi, fitnachilik qiladi. Odamlar tushunmaydigan narsalarni, odamlarning holatini inobatga olmay, bo'yniga hukm solaveradi. Mana bu yerda ham hozir qarang, shu kishining holati inobatga olinyapti-ku, charchagani. Charchasan kelmaydi demayapti hech kim unga. Ana shunday odamlarning holatini tushunmaslikdan, takfir beraverishdan fitnalar chiqadi. Falon surani o'qi deyaptilar. Ya'ni kichkina suralarni. Mana Robi Abu Zubayr aytayaptilar, "Bismi robbikal a'la va layli idza yaghsha." Shunga o'xshash suralarni aytganlar. Keyin biz shuni amrga zikr qildik deyapti. Amr ham shunday bo'lsa kerak deb tasdiqladi. Ya'ni shu suralarda aytganlar. Yana mana Bayhaqiy rivoyatda kelgan Umar roziyallohu anhu aytganlar, "La tubaghidu ilalloh ibadahu." Allohga bandalarini yomon ko'rsatmanglar. Birlaring imom bo'ladi-da, qavmga o'tib borib uzun o'qiydi. Ular o'tirgan narsasini ularga yomon ko'rsatib tashlaydi deganlar. Ko'ryapsizmi? Ya'ni namozni yomon ko'rsatib qo'yasiz odamlarga. Allohni yomon ko'rsatib qo'yasiz odamlarga. O'tirib uzun o'qib, hikmatsizlik qilib, mana shu odamlar tushunmasligini inobatga olmay, odamlar zaifligini inobatga olmay, yomon ko'rsatib qo'yasiz ekan. Endi ba'zi ulamor aytgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz roziyallohu qarab sen sen fitnachimisan dedilar-ku. Fitnani azob ma'nosi ham bor. Innallazina fatanul mu'minin deb Qur'onda kelgan-ku, mu'minlarni fitnalaganlar deb, ya'ni azoblaganlar deb kelganda, o'shani olib ba'zi ulamor aytganki, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muozga sen fitnachimisan deganlarda, sen azoblovchimisan degan narsani qasd qilganlar deyishgan. Nimaga qiynayapsan odamlarni ya'ni? Yana bir rivoyatda kelgan, o'sha yuqoridagi Amrga aytdik deyishgan. Amr ibn Dinorga shunaqami? Shu suralarda o'qiganlarmi Rasululloh deganda, ha deb o'sha vash-shams va zuhaha, vodduha, iqro bismi robbika shularda o'qi deb aytganliklari keltirilgan. Ya'ni o'shanga o'xshash qisqa suralarda o'qi deganda, xullas, hammasi bitta ma'noga borib taqaladi. 787-hadis.
Hasim ibn Ubay ibn Ka'b aytadilar. U kishi Muoz ibn Jabal oldiga keldi. U kishi qavmiga shom namozini o'qiyotgandilar. Deb aytgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytganlar: "Ya Muoz, la takun fattanan fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-da'ifu wa dhul hajati wal musafir." Ey Muoz, sen fitnachi bo'lma. Seni ortingda katta kishi, zaif kishi, hojati bor kishi, musofir kishi namoz o'qiydi deganlar. Ya'ni bu rivoyatda mana shomni o'qiyapti deb kelibdi. Ya'ni yuqoridagi rivoyat sahihroq lekin. Bu shom degandan ko'ra xuftonda kelgan bu narsa. Chunki shomni o'qiyotganda uxlab qolmaydi odatda odamlar. O'zi xuftondan avval uxlashdan qaytarganlar Rasululloh. Shuning uchun bu rivoyat unchalik to'g'ri emas. Bu ma'nosi to'g'ri, lekin yana bu jihati, ya'ni orqangda katta o'qiydi, zaif o'qiydi, hojati bor kishi o'qiydi, musofir kishi o'qiydi. Mana shular rivoyasini qilish kerak. Din shu zaiflar rivoyasi bilan yuradi. Keyin yuqoridagi shu qissadan haligi kishi namozdan chiqib ketdi-ku. Shundan yana bir foyda olinadi. Uzr sabab ma'mum kishi namozdan chiqib o'zi o'qishligi joizligi. Uzr mana shunaqa imom uzun o'qiyapti. Zarur bir narsa bo'lyapti. Masalan, siz bolangiz bir olovga qarab ketyapti, jarga qarab ketyapti, tokka qarab ketyapti. Mana shunga o'xshagan narsalar. O'sha paytda inson namozini buzish emas, shunday o'zi chiqib tez-tez o'qib tugatib ketishligi kerak. 788-hadis. Sulaymon Abu Solihdan aytadilar, u kishi an ba'di ashabin Nabiy sallallohu alayhi vasallam, ba'zi sahobalardan Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishiga aytganlar: "Kayfa taqulu fi salat? Sen namozda nima deysan?" U aytganki: "Atashahhadu va aqul Allohumma inni as'aluka al-jannata a'udhu bika minan nar. Amma inni la ahsinu dandanataka wa la dandanata Mu'az." Faqala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Hawlaha nudaddin." Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishiga aytganlar: "Namozda qanday duo qilasan sen?" U aytganki: "Tashahhud aytaman, ya'ni haligi ashhadu an la ilaha illalloh va muhammadur rasululloh deb yoki haligi tashahhud at-tahiyotlarda aytaman-da. Keyin Allohim men sendan jannatni so'rayman va jahannamdan sendan panoh so'rayman deyman. Men sizni ham dandanangizni va Muozni ham dandanasini go'zal qila olmayman" degan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganki, biz ham o'shaning atrofida dandana qilamiz deganlar. Ya'ni nima duo qilasan sen at-tahiyotdan keyin? At-tahiyotdan keyin duo qilish sunnatda, buni ham ko'pchilik bilmaydi. At-tahiyot salavotlarni o'qigandan keyin duo qilish sunnat. Nima duo qilasan desalar, u odam oddiygina shay Allohim jannatni so'rayman sendan va jahannamdan sendan panoh so'rayman deb duo qilar ekan. Soddagina qilibdi. Sizda ham Muozda ham dandanasidaqa dandana qilamiz. Dandana nima degani? Bir kishi nag'ma bilan gapirishi degani. Ya'ni haligi maromiga keltirib, qofiyaga solib deydi-ku, go'zal qilib, chiroyli qilib gapirish degani. Sizda go'zal duolaringizdaqa va Muozning go'zal duolaridaqa duo qila olmayman men demoqchi-da. Qofiyalarga bunday kelishtirib, kalimalarni bir-biriga jamlab, mana Rasululloh duolarini qarang, qanday chiroyli duolar bor. Bir-biriga kalimalar qovushib ketaveradi, ya'ni. Ana shunaqa duolarni bilmayman men, deyapti-da. Yana ba'zilar aytgan dandana pichir ma'nosi ham bor. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda duolarni pichir qilib qilganlar-da. Muoz ham qavmiga imom o'tganda pichir qilib shunaqa duolar qilgan. U odam shuni qasd qilgan bo'lishi ham mumkin. Sizni pichiringizni ham, shu Muozni pichirini ham bilmayman men. Nimaga aynan Muoz zikr qilyapti desangiz, mana shu uchun-da, aytdik-ku, Muoz imom o'tganlar qavmiga borib. Shuning uchun aynan Muoz zikr qilyaptilar, ya'ni. Ehtimol shu Muozni qavmidan bo'lgan bo'lishi ham mumkin-da o'sha sahobiy. Endi shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz ham shu ikkisining atrofida pichir qilamiz dedilar. Ya'ni nimani? Jannat do'zaxni. Bir rivoyatda hozir havlaha shuni atrofida deb kelibdi, ya'ni shu sening duoyingga o'xshash duoni atrofida duo qilamiz biz ham degani. Boshqa rivoyatda havlahuma deb kelgan, shu ikkisining atrofida biz ham pichir qilamiz, ya'ni yoki duo qilamiz deganlar. Shu jannat do'zaxni atrofida. Chunki inson nimani so'rasa shu jannatga kirish va do'zaxdan qutulish uchun so'raydi-da. Dunyoda ham, oxiratda ham hamma narsa shuning uchun. Endi bu qissa nimaga keltirilyapti hozir? Bu yuqoridagi Muoz qissasiga qo'shib rivoyat qilishgan ulamolar buni o'zi. O'sha Muoz roziyallohu anhu ham imom o'tganligini ishorasi tarzida. Shuning uchun aynan Muozni, sizda bu Muozni duosidaqa duo qila olmayman deb aytayapti kishi. Rasululloh imom o'tib duo qilganlardek, Muoz ham imom o'tib duo qilganda demak. Keyin qarang, duo at-tahiyotdan keyin namoz ichida bo'lar ekan. Biz odamlarda bu ham bir yangiliklardan, aslida namozdan keyingi zikrlar bor to'g'ri, lekin duo aslida namoz ichida bo'lishligi afzal. Masalan, tasavvur qiling, bir podshohning oldiga kirdingiz. Eshikdan chiqib ketgandan keyin eshik tashqarisida turib olib narsangizni so'raysiz bundan? Yo'q. Uni oldida o'tirganda so'raysiz bundan. Va illahil masalul a'la. Allohning podshohga o'xshatmaymiz, lekin misol tushunishimiz uchun Allohning oldida turgan paytimizda namozni ichida so'rashligimiz afzalroq-da, chiqib ketgandan keyin emas, tashqariga chiqib olib. At-tahiyotdan keyin salomdan avval so'rash afzal bo'ladi.
Endi yana bir foyda duo masalasida, duoni inson jibr-jibon bo'lib qilish shart emas ekan mana. Ixlos bilan o'z qalbingizda borini Allohdan so'ravering, shu afzal. O'sha sunnatda kelgandek qilib yodlayman deb chiranib yotish shart emas-da, yodlasangiz yaxshi. Yodolmasangiz shu mana Arobiy aytgandek jannatni so'rayman, do'zaxdan panoh tilayman deb qo'ying, kifoya. Ilmda odamlarni mana shunaqa narsalarda qiynamaslik kerak. Mana hozir odamlar birdaniga namoz nima deb niyat qilaman, qunut duosini qanaqa qilaman? Hajga borsam Safo Marvo o'rtasida nima deydi? Tavof qilayotganda nima deb duo qiladi? Har xil duolar o'zacha chiqarib olishgan. Ba'zilar bor, ba'zilar yo'q ham o'zimda sunnatda. O'sha borlari ham sunnat bor yo'q. Siz Allohdan jannatni so'rang, do'zaxdan so'rang, ko'nglingizni nima bo'lishi uchun so'rang. Rasmiyatchilik shart emas. 789-hadis yana shu qissa mana. Jabir aytadilar, shu Muoz qissasini keltirib haligi fitna haqidagi. Keyin aytganlar, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir yigitga aytganlar: "Ey jiyan, sen namoz o'qisang qanaqa qilasan duoni?" U aytganki, "Men Fotihatul kitobni o'qiyman birinchi. Keyin Allohdan jannatni so'rayman va do'zaxdan panoh so'rayman" degan. "Va inni la adri ma dandanatuka va la dandanatu Muoz." Men sizni ham, Muozni ham dandanasini bilmayman, shu pichir-pichirini. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Inni va Muozan hawla hatayni aw nahwa hada." Men ham Muozam mana shu ikkisining atrofidamiz deganlar. Yoki shunga o'xshash degan. Ya'ni yuqoridagi qissa bu ham mana. Ehtimol o'sha kishining o'zi bo'lgan bo'lishi ham mumkin-da shu. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi seni qanaqa namoz o'qiysan deb undan so'raganlar. Haligi chiqib ketgan kishining o'zidan ya'ni. Ey yigit deb kelyapti, demak yoshroq yigit bo'lgan ekan bu ko'rinishidan. 790-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabira wa iza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a." Agar birlaring namoz o'qisa odamlarga uni yengillatsin. Ularda ichida zaif bor, kasal bor, yosh katta kishi bor. Agar o'zi uchun namoz o'qisa, xohlagancha uzaytiraversin deganlar. Mana bu ham shu yuqoridagi ma'noni tasdiqlayapti. Ya'ni inson o'zi uchun o'qiganda xohlagancha o'qirsin. Lekin odamlarga namoz o'qiyapti, yengillatish kerak. Zaif bor, kasal bor, katta bor, odamlarga rioya qilish kerak. 791-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim as-saqima was-shaykh al-kabira va zal-haja." Agar birlaring odamlarga namoz o'qisa yengillatsin, chunki ular ichida kasal bor, yosh kattalar bor va hojatli kishilar bor. Yana aytdik, yengillatish bu asosan qiroatda bo'ladi. Ruku sajdalarda emas. Endi ruku sajdada ham cho'zishlik yaxshi emas. Mana fuqarolar shuncha aytgan, 3 ta tasbihdan oshirmasligi kerak ruku sajdada ham deyishgan. Sahobalar endi ularda namozga rag'bat kuchliligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rukuda sajdada 7 ta tasbih aytsalar ham turaverishgan. Lekin hozirgi zamonda odamlarga 3 ta tasbihdan oshirmagan yaxshi. Yana mana Usmon ibn Abul Os radhiyallohu anhu dan kelgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam kishiga aytganlar: "Anta imamu qawmik waqdurul qawm bi atafihim." Sen qavmingning imomisan, qavmni sen zaifiga qarab o'lcha deganlar. Imom Nasoiyda kelgan rivoyat bu ham. Maqsad hammasi mana shu ma'noni tasdiqlayapti, namozni yengillatish kerak ya'ni. Endi yuqorida hojatli kishilar bor deyildi-ku, buni haqiqiy hojat qistab turgan kishi deb tushunish ham mumkin. To'satdan qistab qolish borda hojati kimdir. Yoki hojat bor deganda umumiy tushunishlik ham mumkin. Bir ishi bor, odamlar bor, zaruriy ishi bor. Uyda masalan qarovchisi yo'q, bolalar qolib ketgan, bo'lganda bir ishi bor odamlar deb tushunsak ham bo'ladi. Shu to'xtaymiz, keyingi bob 128-bob peshin namozida qiroat qilish haqida ekan. 792-hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Allohu a'lam.